Assalomu alaykum, hurmatli chorvaga qiziqadigan aziz chorvalar akalar. Sizga mana bunaqa yangi aziyat degan yem keldi. Buni kilogrammi 40 kilo. Ichida don mahsulotlari, kalsiy, vitaminlari bor. Ichida hop 15 xil yemlari bor. 15 xil don mahsulotlari, 15 xil vitaminlar. Hop, men sizlarga vitamin yemlarini sanab beraman. Rapis, soya, kunjara, bug'doy yorma, hop keyin makka yorma, simichka kunjara, arpa, oqsil, keyin kepagimiz bor, keyin baliqni yog'i bor, to'g'rog'i maydasi. Bu sut yo'nalishiga. Bu ham 40 kilogramm. Bu ham azefet. Bir qopi 210 ming so'm. Bu ham 210 ming so'm. Ikkalasi ham kilosi 5300 so'mdan. 5300 so'mdan. Endi hop. Bunaqa bizda mo'tabar kepay bor. Bu 75 ming so'mdan. Bu sariq qop kepay. Bu 73 ming so'mdan kelishtirib beraveramiz. Keyin bug'doy yorma bor mana. Bug'doy yorma. 3600 so'm bu. Keyin mana simichka kunjara bor. Bu 3000 dan. Keyin mana bunaqa makka yormamiz ham bor. Bu 4,5 mingdan, 4500 so'm. Keyin kunjaramiz ham bor. Kunjaramiz bor. Bu 5200 so'mdan oddiy kunjara. Hop, endi manzilga keladigan bo'lsak, Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay dehqon bozorining oldidamiz. Kelaverasizlar. Telefon raqamlarimiz 33lik 786 6286, 33lik 605 0688. Birinchi raqamingizni boshqatdan qaytarib ayting. 33lik 786 6286, 33lik 605 0688. Endi sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Chorva hayvonlaringga Alloh baraka bersin. Mol boqsanglar, molxonanglar molga to'lib ketsin. Qo'y boqsanglar, qo'yxonanglar qo'yga to'lib ketsin. Xo'p akalar, endi hurmat bilan vaqtinglarni olganimiz uchun sog' bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat akalar. Sog' bo'linglar.